1688 platformasiga kiramiz va u yerdan Taobao orqali registratsiyadan o'tishimiz mumkin. Taobao platformasidagi akkauntingiz bo'lsa, siz uni 1688 platformasiga ulab ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Xuddi videoda ko'rsatilganidek. Keyin esa o'zimizga kerakli bo'lgan tovarni qidiramiz. Uning o'zbekcha yoki inglizcha nomini ham yozishimiz mumkin. Keyin esa platforma bizga ishonch hosil qilishi uchun test beradi. Mana shu testdan o'tgandan keyin 1688 bizga kerakli bo'lgan tovarlarimizni chiqarib beradi. O'zimizga kerakli bo'lgan tovarni tanlab, uning sonini va necha yuanligi, hajmini tanlaymiz. Tanlab bo'lgandan so'ng to'lov qilish tugmasini bosamiz, xuddi videoda ko'rsatilganidek. Videodagidek ko'rsatilgan joyni bosganimizdan so'ng bizga yana ekrandagidek yozuv chiqadi. Yana ko'rsatilgan joyni tanlaganimizdan so'ng biz to'lov turiga o'tamiz. To'lov turi bizda Visa orqali yoki boshqa platformalar orqali ham bo'lishi mumkin. Biz Vizani tanlaymiz. Videoda ko'rsatilgandek to'ldiramiz. Karta raqam, muddat qilish vaqti va CVV kodi. Keyin esa karta raqam egasining nomini yozamiz. Va biz muvaffaqiyatli to'lov qildik. Nastroykaga o'tib, zakaz qilgan tovarimizni ko'rib tursak bo'ladi.